Assalomu alaykum azizlar. Xudo xolasa shkaf manejlarimizni chiroyli qilib obzor qilib beramiz inshaalloh. Prostoylarimizdan boshlaydigan bo'lsak, bularimiz koronalik dizaynda arzonroq variantlarimiz shkaf manej, lulkasi, tumbuchkasi, tagida kravati bo'ladi. Xo'p, bularimiz ko'rishingiz mumkin. Ranglari har xil holatda bo'ladi. 2 xil, 3 xil. Bularimiz prostoyimizni keng uslubdagisi holati, sostoyaniyasi chiroyliroq chiqqan holatdagisi. Bunisi oqqa benzin svet deb qo'yamiz, kombinatsiya bo'lgan. Bunisi kapuchinoga oq kombinatsiya bo'lgan holatdagisi. Ko'rishingiz mumkin. Bularimiz xuddi shu high-tech uslubdagisini qora seriyaga oq kombinatsiya bo'lgan holatdagisi. Xo'p, narxlarga keladigan bo'lsak, bularimiz komplet 3 million so'm. Bu oddiylarimizni ko'rib turibsizlar. Bularimiz oddiylarimizni 2 million 400 ming so'mdan qilib beramiz. 2 million 400 emas, 2 million 200 dan, 2 million 200 ming so'mdan qilib beramiz chiroyli qilib. Dastavkalari alohida bo'ladi. Tumbuchkasi, lulkasi, tagida kravati, shkafi. Manzilimiz Andijonda, bilasizlar. Bunaqa svetdagisi ham bor. Bunisi seriya svetdagisi. Xo'p, bularimiz narxini aytdik. Bularimiz 3 million so'm komplet shu turishi. Bularimiz 2 million 200 ming so'mdan qilib beramiz inshaalloh. Xo'p, MDF'lilarimizga o'tadigan bo'lsa, oldi krashinli bo'ladi. MDF holatdagisi, bu ham lulka, tumbuchka, tagida kravati, shkaf. Razmerlari, bu arzonroqlarimiz razmerlari ham kichikroq bo'ladi bundan ko'ra nisbatan. Buni ichida bortiklari bor, oldi tushib chiqadigan panjarali bo'ladi. Shkaflarimiz razmerlariga keladigan bo'lsa, 1.20 lik, balandligi 1.95, yoni ichi chuqurligi 40 sm bo'ladi. Bunimizni 1.70 ga, uzunligi 1.70 ga o'xshay turish 65 bo'ladi shirinasi. Bularimiz ko'rib turibsizlar. Bu oylik fasonimizdagisi, ya'ni to'liq ma'lumotlar, rasmlarini sizlarga tashlab beramiz. Ya'ni to'liq ma'lumotlar bemalol nomerlarga aloqaga chiqsanglar beriladi inshaalloh. Yana ma'lumotlarimiz. Mana bularimiz komplet turishi shunaqa holatda bo'ladi. Ko'rib turibsizlar. Bularimiz neoklassik holatdagisi, sal yiltiralari ko'p holatda, kimgadir bunisi, kimgadir skromnilar yoqadi. Bularimizni narxiga keladigan bo'lsa 3 million 500 ming so'm. Shu lulkasi, tumbuchkasi, ikkovini pastkosi, tagida kravati, tagida 3 ta tortmasi bo'ladi. Shkafida ham 3 ta eshik, tagida tortmasi bor. Mana shularimiz bular oylik fasondagisi. Xo'p, kimga kerak bo'lsa, pastda nomerlarga aloqaga chiqsanglar, yana batafsil tushuntiramiz. Yana rasmlarini kerak bo'lsa, rasmlarni ham tashlab beramiz inshaalloh. Ko'rib turibsizlar. Pastda nomerlar qoldiramiz, aloqaga chiqib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Hammalarga sog'lik tilaymiz.